Orqamda Megaplanet, metro, bozor, hamma narsa bor. 3 xonaga, Yunusobod 11-kvartal Comfort House'ga kelganman. 2 xona Euro remont stroyning mebellari bilan 10-qavat chiqqan, o'zi 10-qavat, oxirgi qavat. Yangi novostroyga joyi zo'r, remonti undan ham zo'r. Ichlarni hozir ko'ramiz. 10-qavatga chiqib oldik. Remontni har qatda zo'r qilib qo'yishibdi. Mana bu stroyning kiyimlarni osasizlar, oynaga qarab kirasizlar, chiqasizlar. Ikkita sanuzel 65 kvadrat. Yangi Euro remont mebellari bilan endi как stroyning mebel. Mana ham devorlarni ham obshipkalarni hammasini chiroyli qilishgan. Mana bu yog'imiz zal. Ko'rsanglar bo'ladi. Zal. Agar zal kerak emas desa, detskiy imtihon qo'rsanglar ham bo'ladi. Ha, mana bu yoqda mana ikkinchi sanuzel. Mana vannalarni ham chiroylilarni ham, mebellarni ham hammasini yaxshi narsalar ishlatishgan. Bu yog'imiz mana spalni ranglarini qaranglar. Spalnining rangi bo'libdi. To'qqona qilib, gullarni qilib, mana bodri qiladigan ranglar bo'libdi. Oshxona вообще zo'r ekan mana. Oshxona ranglari такой unaqa yangicha ranglar, unaqa dekoratsiya qilib, mana stroyning unaqa o'zini kuxonnilarni ham qilishgan. Oynalari bor, quyoshga yorug', xullas uy zo'r, 10-qavat, 65 kvadrat. Euro remont ko'rib turgan narsalar bilan egalari narxini 72 ming so'rashyapti. Kirishtirgan joyi bor. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqib, tez kelib olib, baraka qilib maza qilinglar.